Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjong xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Biluq shirkatida ovozga ilinib, Biluq to'rida anlatildi. Xroyinga jang e'lon qilish, xumor qochirish, shamolni yig'ish, xumarni zaiflashtirish, shundaqla tasma balvoq, tayoq, shapaloq bilan inqilobiy naqsh o'gitish, harbiy mashqqa sirib yugurish va boshqa qiynoqlar qadrdonni ta'virtanmadi. Tenini ojizlashtirgan bo'lsa-mu, irodasini so'ndirmadi. Aksicha, uni texnik qattiq tavladi. Faqat uning xo'shaligi bir oydan beri heroin chekmaganligi va xumarning paydin-pay qilayotganligi edi. Lekin uni dahshatli qiynayotgani pit azobi bo'ldi. Uningda almashtiradigan hech qanday ish kiyim va tosh kiyim bo'lmag'achqa, davomli sanmay kiyayotgan kiyimlari nig'ildab ketgan pitning uvusiga aylangan edi. Albatta, pit maynatlikdan opridi bo'lganligi hammaga ayon. Qadrdan yugurgan, tanlagan, yana qurugan. Mushu orqali uning kiyimlari qetib, so'ng'idek holatga kelgan edi. Qadrdonning badallari tatlanib verib qo'tir bo'lib ketdi. Kechalari yotamay, o'g'irliqcha koridorga chiqib, chiroq yo'rig'ida pit boqatdi. Qadrdon ukisi Abdurahmonga shunchalik o'sh bo'lib ketdiki, ichida soqchi sendek bag'irtosh bo'lgan bo'lsa, soqchi bor ko'chaga kirmasman deb qasam qildi. Agar Jexi nazoratida ishlayotgan soqchi kadr akamni yo'qlab qolsam, ta'siri yomon bo'ladi deb o'ylagan taqdirda bir ishga qo'r kiyim avatasi bo'lmabdi. Yana kelib qadrdon 100 ming so'mdan ortiq pulni Abdurahmonga berib qo'ygan bo'lsa, Qurbon To'ng'izning zo'ravonligi, qimildab ketgan pitlarning zahardek chiqishlari rosa yuqori pallaga ko'tarilgan bir kuni navbatchi soqchi yotoqqa kirib keldi. O o'ltirganlarga bir qo'r qarab etgandan keyin qo'ldagi tizimlikni o'qidi. Qadrdon, ochang Gulnur bilan uning yo'ldoshi Sabit ikkisi ko'rishgan keladi. Kam narsalaring haqida kallangni san bo'lsin-jimi? Qachonlikqa boshliq? Qachon bo'ladi? Har payshanba ko'rish kuni ekanligini bilmabman. Amsa aytib kelganda? Kelganda sen chaqirmas. Soqchi tizimlikdagi olim Anvar qatorliq bir necha odamga uqtirish qilib chiqib ketdi. Atsi atigan soat 10 bilan qadrdonga uqtirish qilmaganda Qurbon To'ng'iz uningga bir varaq tizimlikni tutqizdi. Ko'rishtirish uyiga o'zi bilib bordi. Qadrdon 7 nomerlik telefon trubkasini qechig'i bordi. Mo'ldirdek to'kilib turgan Gulnur telefon trubkasini tutib uningga saqlab turardi. Eri Sabit uning quliqiga nimadandir deb tasalli beryotdi. Faqat qadrdon telefon trubkasini qo'liga olib qo'ycha. Gulnur uni selib yig'layotdi. Jinim ukam, nimaga juda ketdim? Oy Xudoyim, istesang nimanchi mehnat ham jo'jol. O putungniki qandoq nima? Gulnur bilan Sabit qadrdonning putidagi boshliqi yo'q. Pashnasi bor. Yana bir putidagi barmoqlari chiqib qolgan oyog'iga qarab bir qismi bo'lib qoldi. Dedim, "Acha, bo'ldi yig'lama." Qadrdonmo yig'lamatdi. Qarindoshim shundoq bo'ldi. Abdurahmon degan munofiq meni bu yerga bir akilib bergancha oyoq bosmadi. Endi nima qilgan taqdirdimi? Boshqalardan bo'lsa-mu almashtirgudek bir kiyim kirgizib bersa-da. Uchamdagi kiyimlar men kelgan vaqtida kiyib kelgan kiyimlar. Agar u maoshini xashlashga qo'rqib qolsa, men unga 110 ming so'mdek pul berganman. Nima? Amsi u ishga qo'rqin ish kiyim,
Taş kiyim apırıp verdin deydi o. Yağı, o kimge buyuruptu ki? Neşedeki sakçı ağamız erkinge. Ne? Ben tapşırıyorum Kadirdan işitib turgan Qurbanga qargan edi. O chetga qarab oldi. Men uni cho'qim surishti qilma. Bo'ldi ukam. Bu somkada hamma narsa bor. Gulnur somkani eriga bergan edi. O saqchining qo'liga tutqizib qo'ydi. Ukam, senga nima kerak? Qadirdan qo'ldagi tizimlikni o'ttirdiki to'siq aynakka chapladi. Gulnur uni o'qib Sobitga qaradi. Ondan ikkisi boshlanishib qo'yishdi. Bo'ldi ukam. Bu tizimlikdagi narsalarni tushdan keyin yana kelamiz. Acha, sizlar Urumchiga yig'inga kelganmi? Yo'q, doktorxonadan yozda sayohatga kelgan. Acha, amsi xo'sh. Qadirdan saqchining qo'lidagi sulyov so'mkani elib minishi, uning putidagi g'alati oyog'iga tegishlari sukilib, jaynak, mura, dumbillari ko'rinib qolgan maynat kiyimlariga qarab, Gulnur yana yig'laverdi. Sobit bo'lsa, eg'ir tinib, beshini chayqadi. Gulnur, bir ishni sezdingizmi? Nimani? Uning ko'nglining tugmalari bo'lmag'achqa, ko'p ishib ketgan maydisini ko'rib qoldim. Xilil eg'irda qiladi. O'zim oldiga sal yengishib qopti. Siz u pot-potli maydisini tutsimi ancha sinakimabdiman desa, Gulnur lavlarini tishladi. Tehe yiliqi qarovatqu semiz bizga olib turdi. To'g'ri, dedi Sobit boshlanishdi. Qadrdonga menimcha eg'ir besim borki, tizimlikdagi karta nomeriga 3000 so'm seleytanlar debdi. Balkim o'sha qora odamning kartasi bo'lishi kerak. Rastlaysiz. Gulnurning yuragini ansizlik qopladi. Tehe zahar tashlash o'rnidagi magazindan 300 so'mlik kartadan birini debdi. Bu ishlarda Sobit o'ylanib qoldi. Cho'qim bir sir bor. Ko'rgansiz, Qadirdan qo'rqmay, dodol gap qilmadi. Nemidandir amlikib turdi. Oy Xudoyim, Fukan qattiq desam, iskanjida qopti-da, dedi Gulnur yig'lab turib. Men dadam bilan onamga hozir telefon beraman. Sobit bilan Gulnur ansizlik ichida qolgan mush paytda Qadirdan so'mkisini ko'tarib yotoqqa kirdi. Uningga o'ngdishib Qurban Tunduzmi bo'sig'iga qadam oldi. Egisini tashlab berdigan so'ngiga ta'na qilib o'tirgan Zokir Zaboy Emir tozla quyruq shipangishib yetib keldi. Lekin Qadirdan ularga qarab qo'ymay so'mkini ochdi. Olim Anvarlarga olma nashbit tashlab berdi. Angacha Qurban pushangishib kelgancha Qadirdanning qo'lidagi so'mkini tortib oldi. Ukisi Abdurahmon avatgan kiyimlarni mushu porkatakdan gumonlanib turgan Qadirdan qo'rsoq ko'pigida yerlamay turardi. Angacha Qurban Tunguz gap boshlab qoldi. Ey, ukamda 110 ming so'm pulim bo'lgandan keyin Qurban tuklik qo'llarini shetadi. Men yezib bergan karta nomeriga 3000 emas, 10 ming selevasi. Xutoma, shundan keyin ocham kelganda taplab qo'y. Yana-chi? Qadirdanning gazeti 100 dan bilindi. Yana qanday buyruqlaring bor? Sulonchi aqsa, sen qachongacha yo'g'onchilikni qo'ymaysan? Ma'u so'mkirma. Qurban so'mkidan bir qop qizil munar markalik tamakini elib og'zini ochdi. Bir tal elib tutashtirdi. Avval menga berish kerak ekanligini unutib qoldingmi? Ajab xo'rikni o'sib ketdi sen.
sirtdan har qanday narsa kelsa, dedi Zakir Qurbonga kuchlanib. Bosh burnini Qurbon akam tetadiganligini bilmamsa? Rasululloh debnimike? Emir Tazmo xo'jayiniga xo'shamad qildi. Taya qalal bugurga. Qurbon lolni ishlarining qavashlarini anglash. So'ng kichiga qo'l tiqib, ikki bo'lak qizil munar markalik qimmat baholiq tamakini elib bir yonga qo'ydi. Ondan Dejilyan ishtonini so'l yo'q xaltasi bilan tamaki ustiga oldi. Ishkimlardan ikki qizil rangli yangsiz maykini Zakir bilan Emir Tazga tashlab berdi. Qadrdonga inisi Abdurahmon avatgan kiyimlarning hisobini elish va yana ko'ni yangi qo'rsoq ko'piklarini chiqarish fursati yetib kelgan edi. Qadrdon o'rnidan turdi. Qurbon egallagan ikki bo'liq tamaki bilan Dejilyan ishtonni shartli elib somkaga soldi. O qayırlıklı mevzi. Qurbon yeniği tashlab qo'ygan tasma balvoq bilan qadrdonning dumbisiga qaraslik qilib selishi. Uzun vaqt yo'lmay qaytib ketgan ko'nglik do'listilib bo'silib ikkiga bo'linib ketdi. Qadrdon qo'ldik somkani tashlab etib, qo'yindek pirqirab bir pashva urishi. Taxtay so'kida so'ngzib o'tirgan Qurbon enikini qamonlig'icha so'kidan xishlik yerga uchib tushdi. Bundaq tuyuqsiz zarbidan gangirab qolgan Qurbon o'ng sepini tep o'rnidan turib bo'g'icha. Ushqundek kelgan qadrdon uning qo'rsqig'ini meniverib, orqa-orqadan g'achildatib to'pnini o'rishi. Uning qon so'nglik mushtimi qon ham manqi bilan bulg'inib ketdi. Ang'ichi yugurib kelgan Zakir qadrdonning orqasidan quchoqlab olishi. Qadrdon beshini do'ng'aytib turib, orqasiga bir silkishi Zakirning og'zi burnidan o'qdek qon chiqib, sunib ketgan ikki kishi qadrdonning beshining orqasini yerib etdi. Zakir olqonlarda og'zi burnini tutib, yerda zo'zib o'tirib qoldi. Bu orliqda yugurib kelgan Emir Taz naq ko'ziga tekkan bir mush bilan santirilib, taxtay so'ki garvikiga yiqildi. Bu chidamas Taz shu hamon faryod ko'tardi. Emir Taz bir ko'zini chim tutib olgan edi. Voy ko'zim, o'chaqlab ketdi. Ma'lumsiz ko'zimni qo'yaptimi? Emir Taz vaysab bo'g'icha. Qadrdon uning gajgisidan qamollab parvoyga bir ustirishi. Taz beshining necha yeridan qon yomrab tushdi. Bu chog'da tamg'i yomishib o'rindan qo'pgan Qurbon bozg'indek mushtum bilan bir urishi. Orqichi o'tirib qolgan qadrdonning chekisidan qon sho'rqirab to'kilib, birdamdala yuzlarini bo'yib etdi. G'azab ochiqida g'o'zirlashgan qadrdon santurlib o'ziga etilib kelayotgan Qurbonning naq maydasiga gup qilib tepib etdi. U ikkinchi qatim ishtuviga yiqilgancha o'rnidan tura olmadi. Qadrdon uning taxtaylardan yasab olgan qizil sandig'ini egiz ko'tarib, so'ki ustidan yerga qattiq tashlashi necha parcha bo'lib ketdi. Ichidagi bo'loq kampir, navat, har xil esil tamaklar, sut parashut va qatlasliq kiyimlar yerga chechildi. Ey, shu solamchi, sen meni sandiqimni? Qurbon qo'lini sheltib o'rnidan turmoqchi bo'lib edi. Texnichilar g'azibi yanmagan qadrdon uning ko'krigiga tizilib dislab turib, qar qo'yib urg'ini to'di. "Ali, Anvar!" varqirdi qadrdon. "Tez bo'linglar! Soqchilarni odam o'ldi deb chaqirib kelinglar. Ular ma'lum sandiqlarni ko'rsin." Anvar bilan olim ushqanday chiqib ketdi. Ko'krigini dislab turg'achqim. Qurbon borgan sira nafas ololmay xirqirab kelyapti. Uning ustiga kanini bo'g'gan qadrdonning panjirlari borgan sira kirishib, Qurbonning ko'zlari etilib chiqib ketgudek poltiyib ketgan edi. U bakmi zaif ovozda pichirlashga boshladi. "Burada endi, nima qadrdon? Bo'ldi. Mesela ötülüp kalır." Cahanda
birman deb yurgan zo'ravon to'ng'izning yig'lamsirab yelinishi Zokir bilan Emir tozni suvga tushgan mushukdek shumshaytib qo'ydi. Qurbon to'ng'iz tomg'i niqtilib qolguncha o'ng'isiga yetib xirqirab turganida yataqqa oq tuman majburiy zahar tashlash o'rnining boshlig'i Qahar ikki soqchini boshlab kirib keldi. Ularning biri navbatchi soqchi Tursun, yana biri Abdurahmonning og'inisi Erkin edi. Ular andikandek bir hazar gap qilolmay turib kelishdi. Xazinasi. Chunki Qadrdon, Qurbon, Zokir, Emirlarning hammasi qonga chilishib qolgan edi. Bo'libmi Qadrdonning beshining orqasidan ham chekisdan oqqan qon uning bosh, yuz, bo'yinlarini qon uyutmasiz aylantirib qo'ygan edi. Qadrdon, tataqluni. Boshliq Qahar bilan Tursun Qadrdonning qo'ltiqlaridan tortishtirib ajratib oldi. Ha, her kaçınızdan neymiş bu işte? Neyse. Körgenler deysen başlık, dedi Qadrdon Enver olimga qarab. Bu yerga kirganlar zaharning dardini tatamdi yoki bu zo'ravonlarning bulg'anchiligini ko'taramdi? Qadrdonning ochisi xo'tandan ketdika, uni etkagan bir so'mki kiyim-kechak, tatıq turumlarını olim oldirib tushuntirishga boshladi. Qurbon, Zokir, Emirlar o'zaro ulashga o'tdi. Qadrdon unda qilmanglar deb so'mkisini evalsa, Qurbon toshmi dalvo bilan bir urib Qadrdonning ko'nglikini bo'sayotdi. Ejiklar, ammo joning haqqi bo'lsinmi? Qadrdon Zokir bilan Emirga qo'nish yotdi. Bo'lgan narsalarni darhol chiqar. Bo'lmasa eli ana-manamni ko'zimni ko'rsini. Zokir bilan Emir Qadrdonning alpozidan tishtirginicha ranglik maykalarni so'nqiga tashladi. Qaharning g'azabdan ko'zlari qisilib, cho'nqur tinishga boshladi. Ko'ring boshliq, ma'u sandiqdagi narsalarning hammasi davolanib kelgan bolalarning aslari. Qadrdon sandiq qo'l siltadi. Egallarga bir tol kamput, bir chikim tomok tegmaydi. Hamma shu zo'ravon bilan uni yamoqchilarga berishib oldi. Tek bir erkimning tuqquni kelsa, unga bundoq vazif tushdi. Qadrdon yanchiqdan narsa keraklar tizimligini elib boshliq Qaharga tutqizdi. Qahar tizimlikka ko'z tashlab, chiroyi kahri yutib olgandek to'rilib ketdi. Bu orliqda Qadrdon sandiqdagi qatliqli kiyim-kechaklarni oldi-da, qo'rqmay injiqlab yotgan Qurbonning qishig'i keldi. Bulanchi o'g'ri. Ma'u kiyimlar kimdan? Meni ufqam Abdurahmon evatgan kiyimlar shuni emasmi? Shu. Qurbon to'ng'iz beshini olishdi. Uni menga erkin soqchi o'zimning oshqimni tutqizib qo'y deb bergan. Lekin men egisiga damigining qaraganda dedi soqchi Tursun. Hammasi o'zingdan oshmabdi-da. Shundaqmi? Erkin soqchining nima haqqi bor ekan menda? Qadrdon Erkinga mixtak qadaldi. Dapaqina. Soqchabosh. Birovning omonatini boshqalarga nazir qilib o'tadigan bu seni tuzmayman. Hey. Tuzuk gap qilma. Erkin amdili og'zini ichi. Qadrdon qoni uyib ketgan mushtumini shartlatamdi. Hey Isek, soqchi formasi ustonda bo'lib qoldi. Bo'lmasa, ma'u ushlovni ishdan battar qon yo'ltadi. Yana bu talatuzlarga formasiz chiqib qolma. Mening mushtumim odam to'dimaydi. Qo'pa. Mutham. Boshliq
Qurbanning beqiniga puti bilan o'qidi. Seni astoydil tekshirmasak bo'lmaydi o'xshaydi. Qupa! Qurban injiqlab qo'pib, so'kiga kelib o'tirishi. Qadrdon uning oldiga kelib tik turdi. Og'aynilarim qachonki sening mashadan chiqqaningni xabar qilsa, men seni oldimga chiqaman. Qadrdon Qurbanning peshonasiga o'qidi. Bilib qo'y. Toz qo'shqorning anti mingizligida qolgan ish yo'q. Agar o'g'il bola bo'lsam, tartibda qochib ketmaysa. Bo'day Qadrdon. Bu ishlardan mening ancha xabarim bo'lmabdi. Dedi boshliq Qahar erkinga olib qo'yib. Bu mening xizmatimning yetarli bo'lmaganligi va biyokratlik menda Uyg'ur bo'lganlikdan kelib chiqqan oqibatlar. Ukamning deyishicha, Qadrdon erkinning ko'zining ichiga qadaldi. Sen uning yaqin og'ayniskansan. Lekin men sizlarning do'stligingizni gumonlab qoldim. Sen soxta sabdoshlaringga qaraganda zo'ravonlarga yaqin o'xshaysan. Buni bilmadim. Sen ulardan qanchalik naf olasanki? Qadrdon tushdan keyin otisi Gulnur, qaynokasi Sobit bilan ko'rishga chiqqanda, ular Qadrdonning peshona ham beshining orqasiga chaplangan dokalarni ko'rib qo'rqib ketishdi. Uning chiroyimi xilili tatirib qolgandek ko'rinadi. O'chini ukam, o'tgandan so'stiribdim. Peshona boshlarini teriyapsan-ku. Gulnur ukisining qiziq qilg'idan bakmi voyim yedi. Yana bir ish chiqargan o'xshamamsa? Acha. Erk karta numeriga pul solmansizlar? Oldirib so'rdi Qadrdon. Endi selishning hojati yo'q. Nimishqamdi? Nimish kelgan so'rma. Aras, Abdurahmon ras kiyimlar chiqibdi-ku. Uni topdim. Nereden topdin? O kiyimlarni jon-jigar og'ingiz ep qo'yib. Qadrdon ochisining yuziga qaradi. Men belishni o'tib qopdi-ku. Shundaqmi ish bo'landiki? Yoz ketdi. Sen yana bir ish chiqargan o'xshaysan, Voy, bo'ldilar. Boshqa gaplarni qilishmaydi. Aytgan so'rashni unutibdimi? Qadrdonning ko'ziga yosh keldi. Dadam onamga obdan tug'indi. Ularni yaxshi. Aytgan mashadan ketiblar Abdurahmonning uyidan xotanga telefon berdi. Gulnur yana yig'layapti. Senin ahvolingni dedim. Onun Abdurahmonga tillab 5,5 qilyapti. Ham hozirda qaytirib chiqmasan, senda bolam yo'q deb telefonni jahli qo'yapti. Shunga Abdurahmon bugundan tortib munosabatli o'rlardan seni qaytirib chiqish rasmiyatini o'tmoqchi. Ay, chataqsa acha. Dedi Qadrdon sal terk. Mana hozir 33 kun bo'ldi. Ya'ni 7 kunda bir qaror tugaydi emasmi? Vaqt to'shmasa qaytirib chiqish rasmiyati o'tmak tez. Sabi tashlayolganligingga ishonching bormi yo'q? Xotirjam bo'l acha. 100 degina. Endi hayotimni qaytadan boshlayman. Gulnur birdilla alqonlarda yuzini to'sib yig'layapti. Nima degan bilan qarindoshda. Yana kelib qiz qarindoshlar o'g'il qarindoshlariga bo'lakchilik mehrlik bo'ladi. Buni ko'nala qizlar ojiz bo'lishga, o'g'illarni yo'lanchimiz, beshimizga kun tushganda shafoatchimiz, yotlarning yotlishiga uchirganda posibonimiz deb cho'ng bilganligidan deb qarshir ekan. Ehtimol shundaqda. Biroq qizlarda o'g'il qarindoshlariga bo'lgan mehri sharbatlari zo'rsiz ketilib ketgan bo'ladi deyishadigan onalar. Gulnur ish kiyim, tosh kiyim, bir qancha dona paypoq, oyoq, shundaqla sopun parashoki, yuz sopun, shipasi qatorliq narsalar silingan cho'ng suluv xaltini uqsiga tutqizdi.
kechiksa uygunlikka seni og'il kelamiz, dedi Gulnur ishonch bilan. Shu chaqgacha yotgan tosh, ko'rpa, astar ham kiyimlarini qaynoq suvga besib, oftobda yoygan. Munchida parkiz yuyinib, kiyimlarini almashtir. Iloji bor, ko'ngillarni axlatxonaga tashlab. Biz ochiq ketguncha ruhliq, tetik, parkiz bo'lib turg'in-a? Uqdim. Rahmat acha. Qarindoshligimni yetkazdim. Qadrdon to'kilib turardi. Shuningdek, ko'nglik ochamning bo'lganligidan o'zimni qanchalik baxil, umid his qilganligimni sen bilamsan. Undaq dema. Bir ko'rsaq deyotgan, bir amjakni tanishib amgan qarindoshlar bo'lsak, unchalik qilishimiz normal ish-ku. Gulnur Sabitla qaytib ketib 3-chi kuni rəngli kiyingan oppoq ot yuzlik chiroyiga qop-qora to'rim, qo'shimli qoshlar, qari cho'ng ko'zlar, qizlarni kam tepildigan qo'liq kirpiklar, xuddi oq xasiga to'kilgan qari siyohdek yorqin yorishib turgan qadrdon oq tuman majburiy zahar tashlash o'rnidan chiqdi. Ular o'ylidan cho'ng ko'chaga chiqishi, ularning oldiga salopatlik, charlashgan kayik soqol, chiroydan nur yig'ib turgan bir kishi muborak deb yugurib keldi. U yaqin kelgandilar. Qadrdon uni to'nib quchqini kam ochdi. Yo'qmadim. Odat davrlarimni, g'uborsiz chog'larimni eski sog'at hojim. Bolaligimni yondirib qo'ygan hojim. Qadrdon bilan Yoqub hojim yo'l ustida quchoqlashib, yig'ilishib ketishdi. Xo'tandola Abdurahmonning Jexi nazoratida ishlaydiganligini Abbos Bo'jon, Xayriddin xonimlardan anglag'achqa, dedi Yoqub hojim hayajon bilan. O'zimni shu yerga beribdi-mi? Lekin sizlarning bu yerga ketganinglarni anglab, orqanglardan qovlab kelishi. Yoqub hojim ularni Toyota markali hayvatlik mashinasiga sep ep ketdi. Ular Şinjan mehmonxonasining hayvatlik bezalgan xos bo'limiga kirishi bilan mulozim qizlar esil taom, mazzilik qo'rmalarni orqa-orqadan ep keldi. Qiziq damlangan choylar tortildi. Ammo hammada bir xil qo'rnish va tortinish alomati bo'lg'achqa dasturxonga qo'li uzatilmay sukut ichida o'tirishardi. Bu jimjitlikni Gulnurning eri Sabit doktor buzdi. Qani, Soyibxon, ishga kelimi gap qilib bersa? Bizni bu yerga sababsizda etganmaganda? To'g'ri, dedi qadrdon kulib turib. Hojimning tanbeh, nasihatlarini anglamaganmi uzun yillar bo'lib emasmi? Yoqub hojim o'rnidan turdi. Uning navot rang kamzuli, harimning oq to'r do'ppisi, so'z maysarang kashlangan cho'ng yoqinliq ko'ngligi bakmi yarashgan bo'lib, xuddi mehrobdan herin chiqqan mo'ysipit oxunimga o'xshab qolgan edi. Bu oddiygina dasturxonni har qaysilariga tayyorlashimdagi sabab azroq dil so'zlarim bor edi. Yoqub hojim salofat bilan yo'tilib qo'ydi. Mening hozir Xudo bergan 170 mashinalik karvon yuk to'shish yo'tkash kolonum bor. Bu kolonning opredi bo'lishni bir saxovatchining xolifani qilgan shafoatlaridan ayirib qarg'il bo'lmaydi albatta. U bo'lsa enim qadrdondir. U o'z vaqtida minnat ta'masiz, himmat qo'lini so'zib, menga omad yo'llarini yechib bergan edi. Shunga uning roziligini olish uchun 3 turlik sovg'a tayyorladi. Birinchisi, qadrdonni Qog'iliqdagi 50 mashinalik Buldur atritining boshliqligiga taklif qilib keldi. O'tirganlar bir-birli chavoq chelishdi. Ikkinchisi, hojim deriz tuviga kelib, sirt qo'lni chenidi. Ana, shu chatalning Lada mashinasini qadrdonga sovg'a qildi. Gulnur, Sabit, qadrdonlar mashin to'xtatish maydonidagi
meg'iz ranglik yaltirab turgan mashinaga qarab ixtiyorsiz chavoq chelishdi. Uchinchisi, Yoqub hojim sal tinib oldi. Bu qatim chet elga borganimda olmos ko'zlik bir uzuk og'ash kelgan edim. Ammo yotoqda unutilib qopti. Yo'qlar, mushu birinchi qavat 3-uyda. Ko'rib kelayli. Yoqub hojim qadrdon Gulnur Sobitlarni boshlab yotoq oldiga keldi. Kartini to'z qilib karta to'shigiga serishi zil signal berib eshik ochilib ketdi. Qayna qadrdon ene. O'zak divan ustida. Avval sen kirib kelgan. Chunki o'zak seninki. Ondan keyin biz ko'rsakmi ulguramiz. Qadrdon kirib ketdi. Gulnur Sobitlar tangirqab qolishdi. Gulnur ko'nglida bir o'zlikni nemancha sarflashtirib o'tadigan-da deb g'ijinsa, Sobit ichida hojimning bir o'yin o'ynayotganligini musallab bo'ldi. Naq shu chog'da yotoq ichidan shodlik, judolik, sevg'inish paraqlari mujassamlangan mungluq bir nido yangradi. Qadrdon, Madina. Yuranglar, biz tamoq yeylik, dedi hojim hayronlik ilkida chaksiyib qolgan Gulnur bilan Sobitga qarab. Qadrdon olmos ko'zlik uzukni topshirib oldi. Ular tinsiz xos xonaga kirib ketishdi. Xotima cheksiz taklimakon qumliqi, qadimki to'g'riq o'rmonlari, goh uchrab qoladigan qumluq giyohlari, olrang qizargan yo'lg'ullar, go'yo poyonsiz bo'zrang ro'mol ustiga qor menti tashlagandek asfalt yo'l uzoqdan uzoqqa so'zilgan edi. Mana shu yo'lda meg'izrang loda shamol soyasida ketyotdi. Beshidan olamchi kechmishlar o'tgan qadrdon ro'ni tutqunicha xijillik, tanglik iskanjisida bo'g'ilib yiroqlarga boqmoqda. Onun yanında o'tirgan Madinaning ko'zlaridan to'kilgan o'nchidek yoshlar yuzlarini o'l qilayotgan edi. Shunday qilib, u yigit bir yerda kendimga kirib oldi, dedi Madina qismatlarini bayon qilib. Lekin men uningga o'lmadim. Keyin ota-onalarimiz bizga demayla to'y tayyorligiga tushibdi. Oxir u yigitni aldashni xohlamadim. U shirkatni qildim. Shuning bilan to'y buzildi. Undan keyin to'y qilishni o'ylashmadingmi? Qadrdon Madinaning chiroyiga qarayolmadi. Yoki xohlamadingmi? O'zimning ahvoli o'zimga ayon bo'lsa, Madina esadab ketdi. Yana boshqalarni olsam bo'lmaydi-da. Uning ustiga siyatnoma chiqqan qizning asos jihatin xaridori bo'lmaydi. Shundan keyin sana faqatli elchi kirmadimi? Kirdi. Madina o'pkisi o'rilib xiligicha gap qilolmadi. Meni olmoqchi bo'lgan yigitning 68 yoshlik dadisi 4-xotinlikqa elchi kirgizibdi. Kapitalistlarda hayolimiz bo'lmaydi-ki. Men xo'rlik ichidiyamay İstanbul Medisina Üniversitesiga o'qishga ketdim. Kechir Madina. Sening baxtsiz bo'lib qolishingga men sabab bo'ldim. Undaq dema. O chog'da ikkimizla keyingi oqibatni o'ylamagan. Shundaqmi men echinmayman. Doktorlikni qancha yil o'qidim? 8 yil. Meg'izranglarda yo'l chetiga chiqib to'xtadi. Ular mashinadan tushib, to'q holrang tovlangan yo'lg'illar ara yaqinda yerda ko'ringan ibtidoiy to'g'riq o'rmonligiga bordi. Quchoq yetkisiz qeyri to'g'riqlar har xil shakllarda qad kiyib turadi. Ba'zilarining qalin qo'zoqlari so'yilib, oppoq teni echilib qolgan bo'lsa, ba'zilarining
ichi bir o'ydek kavohlashib ketgan edi. Asrlardan beri o'ngan, ko'kargan, qiyirgan, yiqilgan to'g'riqlar tabiiy o'tin tog'larini hosil qilgan edi. Qadrdon bilan Madina yumshoq qumda cho'nqur izlarni qoldirib, aylangandan keyin orqaga yandi. Qadrdon, biz ayrilgandan keyin sen o'ylangansa? Ikki qatim o'ylandim. Ikkisi o'lib ketdi. Qadrdon Madinani aldashni xohlamadi. Bo'libmi? Mehribon sanadek o'xshaganligi uchunla men uni yaxshi ko'rib qolgan. Undaqda meni unutmabsan-da? Bolalikdagi tunji muhabbat yurak qalbingga o'tliq mehrdek besilib ketadi ekan. Sening yoqut xazinasi. Shunlashqa Yoqub hojimga yenib keldim-ku. Ben baxtimni faqat sendin topa olaman, Qadrdon. Ular büyük yolg'onlar daldisida yiqilishdi. Ikkinchisilar bundan 15 yil muqaddam Tambog' o'rmonligi ichida yuz bergan iztirob, hayajon ishlariga qayta namoyon bo'ldi. Qadrdon Madinaning avirshin ballardan qamollab o'ziga tatdi. Madina teliqibgina uningga chaplashdi. Hozir uydagilar to'yga tayyorlik qilyapti-da, dedi Qadrdon o'zini orolni tutib olib. Men to'ydan keyin qog'iliq ketsam, senchi? Shuncha yil judolik azobini tatdim. Endi yeta. Madina qizarib ketdi. Endi so'ngdek nega bo'lsang, men shu yerda bo'laman. Birer doktorxonada ishlashni o'ylab kelmadingmi? Yo'q. O'z oldimga doktorxona ochaymikin deyman. To'g'ri. Men shundoq o'ylayman. Meg'iz rangliklarda taklimakon ichidagi qora lentini bo'ylab bara-bara manallar ichida g'oyib bo'ldi. Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani bugun o'sha yerda tamomlandi. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shenxua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.